Kele Fantani butun O'zbekiston bo'yicha arzon beraman deydigan odamlar bor ekan. Akalarim, aynan sizlar vizit qiluvdinglar. Men sizlarga vizitga qaytaraman aka. 10 kunlik, 40 kunlik emas, ochmamin ukam. 10 kunlik, 40 kunlik, 20 kunlik bir balolar debsizlar. Akalar, biz dalani sotib olmaymiz. Prosta narximiz arzon. Xudo xolasa, mana mashina Optimga 13 mingdan beramiz, 13 mingdan, kiloga 14 mingdan beramiz. Akalar, kim qilib bera oladi Murod? Kim? Faqat menmi? Akalar, Fruit Store, ya'ni Toshkent bo'yicha eng arzon joy bo'ladi. 27-fevral kuniga juma aksiyasi. 1 kilo Fanta apelsini 14 ming so'mdan 14 ming so'm, Optim uchun 13 mingdan. Hech furi bor, 5 furi bormi? Xudo xolisa 5 furi bor. Birechka bilan shotamiz, akalar ekanlar. Yangi assortimentlarimiz ham bor. Food City joyimizda 13 mingdan beramiz kiloga, 13 ming so'm. Mabodo ko'proq olaman deydigan bo'lsanglar, 12.800 so'mdan beramiz. Like bosib qo'yinglar. 27-fevral sizlarni Ilonli ota. Xo'p, Ilonli ota magazinida kutib qolamiz. Ilon ota machina ro'parasi, xudo xolasa hamma narsa bor. Aksani zo'ri bor. Yangi assortimentlarimiz ham tushyapti, xudo xolasa. Fir qilmaymiz, gapga deshtoy qilamiz sizlar bersin. Fayzi. Xudo xolasa shotamiz. Nima qilish kerak? Like bosish kerak. Charchamanglar, vassalom.